Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ana bugun xudo xolasa 6-may Panjakentda mana. Soat 7:30 bo'lyapti. 7:21 o'tdi. Bulut. Bo'lyapti. Xudo xolasa. Ertaga Mansurga betonimiz bor. Day. Armatur baylash jarayonida. Vallahi bas baylab jotdi. Bu Panjakentda endi bahor boshlandi. Dovchalar endi dovcha bo'lyapti. Liza. Shakka unday qaramaydi bu yerda. Bu yerda faqat betonni quysa bo'ldi. Mana shu Doğrusu ertanga betoni bor. Bugun 6-may. Mana shu birinchi seksiya. Bulan bir etash qolgan. Ikkinchi seksiya pasta mana. Seksiya pasta. Pagoda buyerda vaqti просто как Rossiya ekan. Pagoda bo'lsa. Udar pagoda. Salqin ana. Bu yoqlarda stroyka ketib yotdi. Ish bo'lsa bosabos ketyapman xudo xolasa. O'tishda odam ishlab yotdi. Balka, faqat balka. Balkani birinchi to'qib olag'im. Bunday oraliqda yo'q. Xomut. To'lka bunday uzun balka ekan. Shunday. Usta dahshatda. Day. Buni kiran ishlab jotdi. Xudo xolasa. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, ko'rib kuzatishda davom etingizlar. Xudo xolasa. Chiqarib borib beramiz buni.